vali bu dunyoda oliy hakam bor. O'shal qudrat erur mangu ustuvor, shahidlar bong urib har shomu nahor, bizni ogoh etar bo'ling deb hushyor. Ular xalqimizga qalqon edilar, abadiy barhayot vijdon edilar. Bugun axborot texnologiyalar asrida yoshlarning bilim olishiga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda. Ammo ne ajabki ayrim qo'shtirnoq ichidagi yoshlar ham yo'q emas. Vaholanki bizni ajdodlarimiz, ayniqsa jadid bobolarimiz ma'rifatga va kamolotga bo'lgan ulkan sa'y-harakatlarini yaxshi bilamiz. Jadidchilikning taniqli vakillari Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdulla Avloniylar o'zbek xalqi va boshqa Turkiston xalqlarining milliy uyg'onishiga muhim o'rin tutgan. Ular milliy o'zlikni anglash, ta'lim olish va jamiyatni rivojlantirishga turtki bergan. Jadidlar tomonidan asos solingan maktablar, teatrlar va matbuot o'sha davr va ayni daqiqalar uchun ham katta ahamiyatga egadir. Mahmudxo'ja Behbudiy jadidchilik harakatining asoschilaridan biri bo'lgan. U 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida tug'ilgan. Jadidlar o'zbek xalqini ma'rifatli qilish, islohotlar o'tkazish va milliy o'zlikni saqlab qolishga intilgan. Behbudiy o'zbek dramaturgiyasining asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning eng mashhur asari Padarkush bo'lib, unda o'qimaganlik va jaholatning oqibatlari tasvirlangan. Behbudiy Turkistonda gazeta va jurnallar nashr etishga katta e'tibor qaratgan. U Turkiston vilosi gazetasiga muharrir bo'lib ishlagan va o'z maqolalari orqali xalqni uyg'otishga harakat qilgan. Behbudiy zamonaviy usuldagi maktablar ochish tashabbuskori bo'lgan. Bu maktablarda o'quvchilar dunyoviy bilimlar, jumladan matematika, geografiya, tarix kabi fanlar o'rgatilgan. Bizga jadid bobolarimiz kabi g'arb ilm-fan yutuqlari bilan birga milliy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yetuk kadrlar suv bilan havodek zarur. Shavkat Mirziyoyev